Kanalımıza hürmetli abunachilari, Xudo xolasa Urganch tumani G'aybu mahallasına geldik. Ya'ni yo'lni bo'yida telesentrdan o'tgandan keyin yo'lni bo'yida 5 qavatli bino, yangi 5 qavatli bino qurilgan ekan. Shuni 5-qavatida 3 xonalar jihozlari bilan, ayrim jihozlar desak ham bo'ladi. Jihozlari bilan, ayrim jihozlari bilan 55 kvadrat 3 xonali kvartirani sotiladi ekan. Narxi dim ajoyib. Shu joyimizga like'larni bosib podpisatsiya boshni so'rab qolamiz aziz do'stlar. Berimiz bir xonasini ko'rib turamiz. Ajoyib narxda ekan, lekin rostdan ham ko'rasizlar narxini. Videomizni o'tkazmasdan ko'ringlar. Aslan o'tkazmasdan ko'ringlar. Videomizni o'tkazmang ko'rsangizlar narxini yozib qo'yamiz. Aziz do'stlar, berimiz samozenimiz hojat kanalini ko'rib turamiz. Hammalar ajoyib ekan. Yanımızda yine bir xonasi. 3 xonali kvartiramiz, televizorimiz ham bor ekan yine. Yanımız ayollarimiz uchun oshxonamiz ekan aziz do'stlar. Joyimizni ustunda kelgan vaqtlaringizda jihozlari qaysi ketadi, qaysi qoladi. Agar xohlasangizlar, o'zlaringiz shu pulini kelishgan holda narsalardan hamma narsasini tashlab ketadi. Bu deganim ayrim jihozlaridan tashqari, ayrim jihozlar deganim, ayrim jihozlardan tashqari, masalan, o'zini aytgan narsalari joyga kiradi. Masalan, aytib turibdi. Shu narxi qo'shimcha konditsioner, masalan, konditsioner qo'shimcha deydi. Birimiz bir xonasi yana aziz do'stlar. Endi bu yerimizni telesentrdan o'tgandan keyin shu yerda domlar qurildi yo'lni bo'yida. Hozir lokatsiyasini ham bir ko'rsataman shu o'rinda. Lokatsiyasini ko'rib beringlar. Aziz do'stlar, shu yerda bir lokatsiyasini aytamiz. Lokatsiyamizni yonimizda telesentr. Telesentrdan ozgina yurishlar. O'tib ozgina svetofor bor, maktab, bog'cha, bog'chaning yonida ekan aziz do'stlar. Bog'chaning yonida yo'lni bo'yida ina. Shu domimizda ina aziz do'stlar. Ko'rib turganingizdek, joyimizga boshqa gap bo'lishi mumkin emas. Lokatsiyamiz ham ajoyib. Aziz do'stlar, bu joyimizda shu kvartiramizda deyishlib, bu yerda podvalim bor ekan. O'zim olib qo'yibman podvalni. Ajoyib etib qo'yibman, eshiklarni qo'yib dedi. Shu joyni olsangizlar, shu podvallar sizlarga deyishli bo'ladi aziz do'stlar. Videomizni davom etamiz endi kvartiramizda. Lokatsiyasini ko'rdingizlar ana. Endi kvartiramizni bu qismini, girish qismimiz aziz do'stlar. Joyimiz 55 kvadrat. Reklama berajak bo'lsangizlar, shoshilinglar. Besplatni reklama chiqarib beramiz aziz do'stlar. Tezroq. E'tiborlariniz uchun rahmat. Narxi ekranda turadi.